Assalomu alaykum ustakalar, inshaalloh mana bugun hozir manfaatli video ishlaymiz. Hop, mana bu ko'rib turgan narsa artebeton emas, bu travertin. Oddiy travertindan qilingan, arzon travertindan. Effektlari ko'rib turibsizlar, qanaqa effekt beradi. Hop, buni ustiga hozir manfaatli bo'lishi uchun hop, mana bu mahsulotimiz aboykilik travertin lak aralashtirilgan, kolor qo'shilgan. Buni cho'tka bilan surtamizda. Cho'tka bilan surtib turib, mana aparatchamiz bilan siyruv olsak ustini, orasiga dog'larni beradi mana bunaqa qilib, ustidagi anaqa beradi. Xo'p, bu stik bo'lib qolmaydi birinchi o'ringa. Spokойно ishlaysizlar. Mana bu qolmaydi, nima deydi, stik bo'lib qolmaydi. Qurib bag'i tepasini ulab ketadigan bo'lsangiz, o'rtaga stik paydo bo'lib qoladi ko'p narsa. Bu materialimiz unaqa narsa bo'lmaydi, ustakalar. Mana o'zlari fakturasini ko'rib turibsizlar. Hop, travertinning ustida shunaqa ishlangan. Hop, artebeton nagruska bo'lishi mumkin. Mana. Hop, bu sovuqligiga hech narsa qilmaydi. Travertin laki unga poddeshkaga chiqadi, ushlab turishini. Bu tagidagi narsani ko'rsatadi aboykilik, bilsanglar. Misol tagiga qanaqa faktura bersanglar, bu mana bu bitta svet bo'lgan, hozir o'rganimizga mana ustidagini olib turib ichiga tiqibdi-da, o'shaning hisobiga mana bunaqa dog'lar paydo bo'lyapti. Ko'ringlarchi. Juda ham chiroyli chiqqan. Regillagan berilgan ponni. Xo'p. Bu mahsulot taxlashga hech qancha pul ketmaydi. Aboykilik travertin lak. Mana birodarlar, mana shunaqa effekt beradi. Panelli tak ishlangan. Charchamaydi ustakalar, Alloh roziligi uchun glas bosib qo'yinglar.